o'rtoqlar sizlar ham bilarmidinglar? Mana mana shunaqa hozir rassrochkaga qilib berayotgan Onyximizda penya borligini qaranglar. Hozir sizlarga oddiy qilib hisob-kitob qilib beraman. Mana Redline'ni boshlang'ich to'lovi 82 milliondan olib chiqib ketasizlar. Oylik to'lovini 4 million 484 mingdan 36 oyga rassrochka qilib beryapmiz. Endi qaranglar. Buni penyasi har bitta kuni uchun, o'tgan yil uchun penya yoziladi. Ya'ni qanaqa hisoblanadi? Kelinglar. 4 million 484 ming bo'lsa, buni ko'paytiramiz 46% ga 2 million 62 mingdan oyiga to'g'ri kelyapti. Agarda kunidan bir kun o'tadigan bo'lsanglar, buni bo'lamiz 30 kunga. Ya'ni 68754 ming bo'lyapti. Bir kuniga sizlar agarda 15-ga qo'ygan bo'lsanglar, 16-ga o'tib ketadigan bo'lsa, kuniga 68754 ming to'lab berishingiz kerak. Endi tasavvur qilinglar, 10 kun sizlar kechikdinglar. 25-da to'layapsizlar. Buni ko'paytirasiz 10 kunga. 687.456 so'm minusda bo'lib turibsizlar. Qani endi bu yerda haqiqat rassrochkami yoki yo'qmi? Bizda bunga yechim bor. Bizda hozirda hech qanday penyalarsiz va shtraflarsiz rassrochkani yo'lga qo'ydik. Bemalol menga murojaat qilib kelinglar, direktga yozinglar. Sizlarga penyalarsiz va shtraflarsiz rassrochkani amalga oshirib beramiz.